Bizga ma'lumki 2025-yil 30-dekabrda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha 270-sonli prezident farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yangi bosqichga olib chiqish 2030-yilga mo'ljallangan korrupsiyaga qarshi kurash davlat siyosati belgilab berildi. Shu bilan birga xalqaro reytinglar va indikatorlarni yangilash va yangi pog'onalarni egallash nazarda tutilgan. Shu farmonga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurash agentligining ham vakolatlari belgilab, faoliyati yanada kuchaytirildi. Shu bilan farmonda 4 ta bosqichdan iborat vazifalar belgilab o'tildi. Birinchi bosqichi davlat organlarida korrupsiyaga qarshi kurash ichki nazorat tizimini faoliyatini mustaqillik va ularning faoliyatini raqamlashtirish. Ikkinchi bosqichi raqamli texnologiyalar, sun'iy intellektdan keng foydalanish. Keyingi bosqichi davlat organlarining shaffofligini ta'minlash. Shu bilan birga korrupsiyaga qarshi kurash barvaqt aniqlash va uni oldini olish, kelib chiqish sabablarini barvaqt bartaraf etish vazifalari belgilab o'tildi. Ichki nazorat tuzilmalariga, ya'ni agentlik bilan ularning faoliyati muvofiqlashtirildi. Ularga ortiqcha talablar, vazifalar yuklash taqiqlandi. Aniq malaka talablari belgilandi va majburiy malaka oshirishlari belgilab o'tildi. Ushbu farmonga ko'ra investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ham aniq ushbu farmonga ko'ra ichki normativ hujjatlarni moslashtirib, korrupsiyaga qarshi kurash, ya'ni compliance bo'limi faoliyatining vazifalari belgilab o'tildi va ularning mustaqilligi ta'minlandi. Bu borada uni faoliyati to'liq raqamlashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab o'tildi va vazifalar belgilandi. Farmonda kutilayotgan natija jazolashdan ko'ra, ya'ni korrupsiyani barvaqt oldini olish, qog'ozbozlikdan ko'ra uni raqamlashtirish va shaffofligini ta'minlashdan iborat.